Tijliqma. Tijto'lma, chamanto'lma. Tijlar, tijto'la. Sizlar kim bo'llar? Ne bo'lib ketdilar? Nima? Menga 30 ming mukofot chiqibdi menga. Hoy, bu qiziq bir ish bo'ldi-ya bu. Bu qanday chiqibdi u mukofot menga? Ha, men TL'likdan bo'libdi-mi sizlar? Ha, ma'qul. Ben ne deyilib olam o pulni? Ha. Ha, ben kimlik numarim ne? Anadaki bankının numarını evet vermişim ama. Onundaki sizler bana 30 ming pulni karım kurpurlatsızlar. Ha, ma'qul. Ma'qul, men hazırlam evet o'tay, ma'qul. Hazırlam evet o'tay, ma'qul. Acep 30 ming koy. Nanda bilash bu. Hazırlam. Kanama kimlikim ne deydim de. Kimmiş lan sen? Bana 30 ming mukofot chiqib qaylan. Anladım. Hemen anladım. Ne bo'ldi? Okumaga adam deganman. Aka, bunda işlenme deyim sen fakat işlenme bunda işliğe. Sen bakadım aka 30 ming pulni berem da, ha? Ya şu 30 ming mukofot chiqib. Ya şu to'xtab da senin kimlik numaranı sordu şunda ama. Ha. Bank kartanın numaranı sordu şunda ama. Ha. Şaqada olsun ha. Ben bilmem bunu. Ben daha şöyleki vaktimde kelgenman bundan numar. İşlensek bulmaydı aka bunda işliğe deyme. Bu senin kimlik numaran ne? Bank kartanın numaranı sorap, senin şahsi uçurağını egallaydım Allah. Şunda ama. Ha? O tosqaptım ben numarim deb bergan bo'lsam, kodik pulni ilib oldi ekan asla. Bundan numarını telefon gez ama. Ma'qul. Cuma işlenme bundan işliğe. Ma'qul. Ha, ağlarımdan görüşüp duracağım. Ma'qul. Saqch eskartadiki, yuqoriqidagi ahvol chiqqanda oldi bilan telefon qilish va yoki yuz rang ko'rish orqali ahvolning rostyorligini dalillagandan keyin hisobot o'tgan va yoki boshqa mashg'ulotlarni qiling. Navoda siz oldinib qolgan bo'lsangiz 110, ya'ni saqchiga ma'lum qilish telefon orqali ahvol inkos qilib, dilo ma'lum qiling. Voy. Yaxshimsiz efendim. Tijliq, ben salomat bo'lma. Sizning telefon numarangiz TL'lik abont qatoriga kirib ekan, shuni sizga sovg'at avatmoqchidik. Shundami? Ems kimlik numarangiz bilan adresingizni deb beramsiz. Ha, mening adresim shu Qo'noq bozor yo'li 2-guruh. Bu kimlikning numeri. Men kimlikni olgandimanmi, xon? Kimlik numarini avatish sharoitingiz bo'lmasa, hozir telefoningizga tasdiqlash kodi bordi, ya'ni yanjingma bordi. Shuni deb beramsiz. Ma'qul. Ha, keldi. Obda izvasilcima xon. Bo'ldi. Ha, kelgan tasdiq nomeri qilsa 110. Agar Qashqardan ulayotgan bo'lsa ham telefonni 0998 xon 110 deb yozilar. Voy chiroyli, voy umoq, voy tatib qiz bola. Ajab obda oldiga telefon qiliblar meni. Albatta. Saqch eskartadiki, yuqoriqidagi ahvol chiqqanda oldi bilan telefon qilish va yoki yuz rang ko'rish orqali ahvolning rostyorligini dalillagandan keyin hisobot o'tgan va yoki boshqa mashg'ulotlarni qiling. Navoda siz yuqorqi ahvollar tufayli oldinib qolgan bo'lsangiz 110, ya'ni saqchiga ma'lum qilish telefon orqali ahvol inkos qilib, dilo ma'lum qiling. Voy, xonim yaxshimsiz? Ha, yaxshi. Yo'ldoshingizni mashina so'qib ketib hozir jiddiy qutqarish bilmadi. Nima? Men hozirlik kart nomerini yo'llab berman, darhol 10 ming yen urdim. Voy, sizlar mening kelgusidagi bo'g'iz qaynonam o'xshamamli xinam. Voy, men taq agim tig baqmagan tursam, nadiki ekan u? O'g'allar bilan bir ayat ko'rishib qolgan bo'lsam koshki, ha? Saqch eskartadiki, yuqoriqidagi ahvol chiqqanda oldi bilan telefon qilish va yoki yuz rang ko'rish orqali ahvolning rostyorligini dalillagandan keyin hisobot o'tgan va yoki boshqa mashg'ulotlarni qiling. Navoda siz yuqorqi ahvollar tufayli oldinib qolgan bo'lsangiz 110, ya'ni saqchiga ma'lum qilish telefon orqali ahvol inkos qilib, dilo ma'lum qiling. Voy, yaxshimsiz? Siz Oliyami? Ha, men shu. Sizga 5 ming mukofot chiqdi.
Nimda yaxshi. 500 yuan tizimlash haqqi, ish bajarish haqqi va shuni urib etgan bo'lsangiz. Ha. Oshisilan 500 qo'yga, men yana 500 qo'y qo'shib beray. Men qo'y qilib tutib olib, 4000 qo'ylam karımı silvetmemsiz. Kechiring, biz haqning pulini qalaymi olsak bo'lmaydi. Ha, siz faqat boshqalarning pulini ilib olmaysizlar. Sizlarga oliyjanob oldamchi. Saqch eskartidiki, yuqoriqidagi ahvoli chiqqanda oldi bilan telefon qilish va yoki yuz rang ko'rish orqali ahvolning rasionalligini dalillangandan keyin hisobot o'tgan va yoki boshqa mashg'ulotlarni qiling. Navoda siz yuqorqi ahvollar tufayli oldinib qolgan bo'lsangiz 110, ya'ni saqchiga ma'lum qilish telefon orqali ahvol inkos qilib, dilo ma'lum qiling. Sama etqin dadingni bala Memmo etay dademni Jibeledi çoğ bolup Asigal Bilmepti men kadrini Vay Efendim yaxshimsiz? Ha çizlik ma, to'lima, amda to'lima. Men bank kredit bölümünün müdiri. Biz hazır bankimizde ösümsüz qarz bejiryapmiz. Sizga ösümsüz qarz bejirib beramiz. Man qaysa xonim, men kambag'al odam. Bu qanday men bankka qarz berib turaman deyman, ha? Yo'q, efendim, mening demoqchi bo'lganim biz sizga qarz beramiz, sizdan olmaymiz. Ha, asl beramsizlar. Biz sizga 300 ming yuandan 500 ming yuangacha ösümsüz qarz beramiz. Vay ya, balda. 300 koydum, 500 koyguchilikmi qarz beramiz deb telefon qilamdi bankka degandan. Yo'q, efendim, ming davlatda 300 ming yuandan 500 ming yuangacha ösümsüz qarz beramiz. 300 koydum, 1000 koygucha. Qaysa o 1000 koy pulni ataydim bankda ilib nimaga ishlatgan bo'ldi? Efendim, siz yanıla gapimni xato tushunib oldingiz. Mening demoqchi bo'lganim 300 ming yuandan 500 ming yuangacha ösümsüz qarz beramiz. Ha, 300 ming koydum, 500 ming koygucha. Ha, bo'ldi qaşkin. Undas men hozirdan berib bankka berib ilib olaychi, men undas men. To'xtang efendim. Avval to'ldirgan bir jadval bor. Andan azroq rasmiyat taqib ketadi. Qaysa? 300 ming koy bilan 500 ming koy pul degandan bir yo'g'on pul emas. Hem aşlınğa men berib şey jadvalni to'shqizib turmisizlarga. Va bu hujjatni bizni yezib bersam ham tugaydigan ish va. İnovat derejangiz yetishmasligi mumkin. Inovat deb ketishtirin taqa. Men qaysa meni va men mali qo'yda meni noy cho'ng bo'ldi, hurmat qiladi. Men menda qonun qoidaga shu rioya qilaman. Men mali qo'ydiqlar noy obda o'tma qoidasida. Shu hamma meni noy hurmat qiladi. Va haqdan menda jing'ichoqlik bizim so'rab qolsam-ma va pul pichak ep qolsam 50-60 qo'y pul so'rab qolsam shu zaman qaytirib beraman. Aningdek mayli so'pak so'ray, yo jetman so'ray, yo tishang so'ray, yo ambu so'ray, kuli so'ray. Ammo shu zaman qaytirib beraman. Mush inovatmi yetmaydi sizlar o'zlariga xinab. Lekin bo'g'inimizni buzilanmi hali kallamiz va bizdan. Haqqasini oldimga tushirgan saranglab qolmadik biz. Ali de kambalo. Siz nimaning tor orqali saqt qarz berish kerakligini bilasiz. Siz yuqori filmni ko'rganingizdek, oldimizlar bank xodimlariga olib kelib olib, sizni tor orqali yuqori so'mada, tuvan o'simda qarz berishga da'vat qiladi. Siz qarz berish maqsadida qarz tarafning degani bo'yicha ularning qarz berish uchun topshirishni aytgan rasmiyat haqqini yo'llab bergan vaqtda siz allaqachon aldangan bo'lasiz. Esingizda bo'lsin. Tor orqali qarz berishganda hargiz rasmiyat haq ketmaydi. Tor orqali qarz berishda rasmiyat haq talab qilganning hammasi aldamchilik. Siz yuqori ishlar sababdan oldinib qolgan bo'lsangiz, darhol bir rezon telefon qilib, dilo ma'lum qiling. Voy. Yaxshimsiz, sizga bir posilka aytib ekan, ishdan zararlik chekimlik chiqib qoldi. Ha, bo'ldi. Voy. Qumdagi ay xinam bidam. Men mening gapimni anglasizlar. Manda bizning shirkatning o'gisida bir mushuk paydo bo'lib qoldi qaysan. O mushuk kundi miyangshima ishchi xizmatchi bolani faqat yaxshi qilib qo'ymadi. Şunu men shu mushukni tashlab bersam, o'tirib, aqsa chekib, shirkayib surib, yanlış to'xtab qolamki deganchilab saldigan. Sizlar bagavarlik kutibligini menga telefon qilib, voyjon, voy umaq bagavarlik kutiblar. Asta shu posilkaning to'pisidan mening adresim bor, Silvestrlam ishtugaymiz, menga telefon qilib buni degicha, o aldamcha. Ya telefondan.
Qashqar shahridagi tordan mal sotilishni yaxshi ko'radigan do'stlar, sizlarga samimiy eskartish. Hozir tordan mal sotilganlarning aldinish ahvoli Qashqar shahrimizda intayin ko'p yuz beryapti. Siz tordan mal sotilgandan keyin aldamchilar sizga telefon qilib, siz yo'llanma shirkati yoki tor bekiti mulozimatining qiyofatiga kirib olib, sizning tiz yo'llanmangizning subtida masala bor yoki tiz yo'llanmangiz yo'qolib ketdi deb sizni aldab, sizga to'lam berishni bahona qilib, sizning kimlik nomeringiz, telefon nomeringiz qatorliq shaxsiy uchurlaringizni ta'minlab berishga yetaklaydi. Siz bu uchurlarni ta'minlab bergandan keyin sizning bank hisobotingizga pullarni aldamchilar yo'tkab ketadi. Bundaq ahvol hozirgi eng tipik bo'lgan tor aldamchiligi bo'lib hisoblanadi. Agarda bundaq ahvolga uchurganda siz darhol 110 ga telefon qilib, shaxslarga jilo ma'lum qiling. Hamda bu jarayonda aldamchilarning telefon nomeri hamda aldamchilar bilan paranglashgandagi barliq xotirlarni saqlab qo'yib, shaxslarga isbot tariqasida ta'minlab berishni unutib qolmang.